Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eringiz uydami? Chaqiring. O'rtoq mayor gapirishga ruxsat eting. Ruxsat. Misrdagi topshiriqqa sizni jo'natishmoqchi. Bugun kechqurun jo'nab ketishingiz kerak. Bu yerda barcha hujjatlaringiz bor. Aytgancha, sizni u yerda kichik leytenant Kamila kutib oladi va hammasini tanishtiradi. Ketishga ruxsat eting. Ruxsat. O'rtoq mayor, sizning xizmatlaringizni biz hech qachon unutmaymiz. Dadasi, siz shunaqa ishda ishlaysizmi? Buni hech kim bilishi kerak emas. Kiyimlarimni tayyorla. Xo'p. O'rtoq mayor, Kamilan nimaga aytding? Keyin shubha bo'lmasin dedim-da mabodo. Men bilan ushla. Sen keyin yarim soatdan keyin meni kelib borasan. Qayma olib ketasan meni. Atak Misrga. Hech kimga aytma.